Bu videoda Word'ninki sızg'uchini qanday chiqarish to'g'risida to'xtalamiz. Odatda Word ikki xil holatda sızg'uch ta'minlagan. Ya'ni siz ma'lum bir materialni, ya'ni o'zingiz Word yozgan mazmunni besib chiqarmoqchi bo'lsangiz, shuning uzunlik bilan egizligini o'lchash uchun sızg'uch ta'minlagan. Odatda nurg'ulg'an Word hujjatlarninki sukut altida ossangizlar bu yerda sızg'uch chiqadi, tuz siziq altida. Agar shu chiqmagan bo'lsa, uni qanday chiqaramiz desak, viewni besib, rulerni tanlasak bo'ldi. Windows'ning ishlatadiganlarninki o'xshash viewni besib, rulerni tanlab qo'ysak bo'ldi. Endi tik siziq vertikal shakldagi sızg'uchni qanday chiqaramiz desak, bu Mac ishlatayotganlar Wordni besib, Wordninki preferencesga berib, viewdan show window elements degan yerdan vertical ruler, vertical degan tik degan gap. Tik sızg'uchni chiqarib ko'sib tanlab qo'ysak bo'ldi mana. Endi o'ng tarafga qanday chiqaramiz sızg'uchni desak, endi normalda hammasini chiqarib olmaymiz. Shunaqa, hech kim ham sızg'uchni o'zligi. Endi agar chiqarmoqchi bo'lsak-chi, show right ruler buni o'ng taraf chiqardi. Vertical ruler degan qanday? Tik shakl chiqardi. Endi Windows ishlatayotgan bo'lsanglar Wordni. File'ni bosamiz birinchi qadamda. File'ni bosgandan keyin bu ekran, start screen, boshlash ekrani ochiladi. Undan keyin buningda biz optionsni tanlaymiz ikkinchi qadamda. Optionsni tanlab Word options ochiladi. Buningda masalan bu Mac'ninki bilan o'xshab ketadi. Biz advancedni tanlab bu yerdan show vertical ruler in print layout view degan tanlab OK'ni besib qo'ysak, Windows ishlatayotgan Wordninki tik siziqning, ya'ni vertical tik bo'lgan holatdagi sızg'uch chiqarib beradi.